أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Ahmad ibn Muhammad Abul Husayn al-Quduri rahimahullah yozgan Muxtasar al-Quduri degan bu kitobimizning Kitabul Ijarah degan yerga keldik. Biz oldi bilan darsga kirishdan burun ijara deganning nimaligini tushunib o'taylik. Ijara deganni biz tushunamiz. Ijaraga oldik, uyni ijaraga oldik, hammalarning gapini tushunamiz. Endi lug'at jihatdagi ma'nosini so'zlab o'tsak, bay' bilan ijaraning orasidagi farq nima? Bay' bilan ijaraning orasidagi farq nima desanglar? Bay' degan bay'u al-ayn. Aynni satishga ishlatiladi. Bay' degan bir narsaning o'zini, malning. Bizda zat deb bir narsa bor, ayn deb bir narsa bor. Ayn degan nima ishlatiladi? Malga ishlatiladi. Fiqhda ayn degan gap malga. Zat degan gap shaxsga, tushunarlimi? Zat degan gap shaxsga ishlatiladi. Ayn degan gap malga ishlatiladi. Endi shu malni, naq malni satishni deb ataladi, bay' deb ataladi. Ammo şu malning aynninki manfaatini setishi şu aynning o'zini emas, malning o'zini emas, şu malning manfaatini, foydasini setishini nima deyiladi? Ijara deyiladi. Tushunarlimi? Ijara degan bu. Ya'ni malning foydasini setish. Xo'sh, endi darsga kirib ketaylik. Al-ijaratu aqdun 'alal manafi'i bi'iwadin. Ijara degan bizga tushuntirib beradi. Ijara degan nima deganini ta'rif qilyapti musannif. Aqdun 'alal manafi'i bi'iwadin. Ya'ni nima deganda, ya'ni manfaatlar ustiga qurilgan bir savdo kelishimi. Bi'iwadin, iwad bilan, ya'ni badal bilan. Chunki bunga badal berish kerak. Bir narsa masalan istakanniki yoki uyning uydan foydalanishim uy mening. Men Tümürbek'e muşu öydün payda verilmesi için Tümürbek'ten bedel elip ma öydün bersem ne batırdı muşu icare batırdı. Demek bu aslında geldikin şu endecek biraz murakkep düşürdü. İcare aldım diyecek yaptırdı olmuş. Ve la tasihhu emde tabii ki bu icare yanım kaldı keseblam aldık. Öydün icare aldık dedim tümeydi asıl şeriatta hem bu şeriat bizden bu ulu şeriat İnsanın en çok kat işinden tatip en küçük işler hem işi ayrışıdır. Şeriat insan bu hayatlık, bu dünya, o dünyalık. Bu dünya, o dünyalık hem işi ayrışıdır. Alıdığan, satıdığan, ibadet kılıdığan, kodun alıdığan, hatta ki hammamı kirdiğan, kanda tersindiğan işinden tatip bütün işi şeriat ayrışıdır. Muşunun hemmeki boysunduğunda sellemler diyen çağda bunun buludu o, Müslüman buludu. Ama ya din diye fakat mescitte. Ağrımın yan qalğanda təbliğ bana bəzək məsciddə namaz qılsaq bo'ldi. Onu bilə gəldi, neymiş qılsaq özümüzdə ixtiyar edəcə, Müslüman bulmaydı bu. Dini İslam'a kamil, kaffa degenge amal qılmağan buldu. Umumyüzlük kimigen buldu. Umumyüzlük təslim olmağan buldu. Umumyüzlük təslim buluş degen bütün hem hayatımızda din qıseliş. Çünkü din hem hayatımızı kösetken. Benim işaretim hazır, icari eliş işini mi bizge tefsir düşürdü batıda hazır. Nuh adam bilmeydi onu. Fakat bunu türlesem alsam işti gödümüz. Nimde adı da icaranın şartları badaydı. Şart. İcaranın şartları qazdı ve la tesihhu hatta tekuna'l menafi'u ma'lumatan. İcaranın birinci şartı, icaranın durust buluşunun birinci şartı qayda buluş gerek çuqum bu menfaat ma'lum buluş gerek. Yani ben bu uyda oturuman mesela. Ben bu uyda oturuman. Yoki bu uyda ticaret qiliman degandek bir menfaati ma'lum buluş gerek. Menfaat. Mabel. Vel ucretu ma'lume. Onun kendinden kira. Öyünün şu malın kirası hem ma'lum buluş gerek. Yani 2000 riyal, 3000 riyal, 10.000 riyal, $1000 degandek çuqum kirası hem ma'lum buluş gerek. Nama'lum da qazmamaydı. Mesela öydüm ben alaman. Nemiş qilasiz desa? Ona şans qılan nemiş qilishim so'man desek bo'lmaydi. Ya o'tiraman, tijorat qilaman degan ma'lumot bo'lish kerak. Nimaning qalasida, uyning igisida, hamma uyimni bunday qiladigan degan ma'lumot bo'lish kerak. Agar u bo'lmasa, keyin talash tortish kelib chiqarishba. Nima qilmadi deydi shariatdan? Agar
Mesela bir ticaretçiden birisi gelip ticaretçi emas adamniki mesela uyga mallarını saklaydigan mesela mal iskilat u bu narsalarni saklaydigan adam birisi kelib pakiza bo'lgan odamni uyiga anda tijorat ombaq qilmaydigan iskilat qilmaydigan uydan bini deb o'ylab yerga ba'zi keyin bu ombaq qilib iskilat qilsa uyning egasi buni ko'rgandan keyin qanday qiladi u keyin talash tortish kelib chiqadi men sizga uni uyni nima deb bergan iskilat qiling deb bergan o'tiring deb bergan deydi men uyni ijarasini olganman siz qanday o'zim ixtiyorlaysiz talash tortish kelib janjal chiqadi shariat bizning shu har qanday masala chiqishdan burun ishni tuzaydi shu ijara kelishimining durust bo'lishi uchun qanday bo'lishi kerak chuqur manfaat ma'lum bo'lishi kerak manfaat ma'lum bo'lishi kerak ya o'tiraman ya tijorat qilaman undan keyin kira ma'lum bo'lishi kerak ya 2000 3000 4000 degandek anda taxminanki shu tushundingmi bu ikki dona shart bor endi yeni bir qo'shimcha shartdan birisi va ma jaza an yakuna thamanan fil bay'i jaza an yakuna ujratan fil ijara demak ijaraniki kirasi chuqur so'l setiqdagi pulga yaraydigan narsa bo'lishi kerak so'l setiqda bir narsa og'li bo'ladigan pulga yaraydigan narsa bo'lishi kerak yani muayyan bir masalan pul bo'lsa qanday puldan bo'lsa mayli mal puldan deb shart masalan buni mal mushu pulga deb shart qilish ketmaydi qanday bo'lsa 50 riyal deyishgan bo'lsa ondan qanday 50 riyal bo'lsa bo'ladi lekin bunda adadiy mutaqarib deb bir narsa bor ondan bizga o'xshaydigan tuxum masalan yong'oq degan narsa bo'lsa qaysi yong'oqdan ba'zi bo'ladi ammo o'xshamaydigan mutafovit adadiy mutafovit bo'lib qolsa bir qo'y ot degandek narsaga deyishgan bo'lsa chuqur anda narsa nima qilish kerak muayyan ko'rsatmani mau otqa mau uyni oldim yoki ya mau qo'yga deb ko'rsatish kerak lekin bir qo'yga deyishga bo'lmaydi normal farqi shu pulmi chuqur nima bo'lishi kerak muayyan bo'lishi kerak degan gap yani pul bo'lishi qog'oz pul bo'lishi shart emas qanday pul bo'lsa bo'ladi yaraydigan ammo adadiy mutaqarrib bo'lsa qaysi bo'lsa bo'ladi adadiy mutafovit bo'lsa chuqur buni muayyan ko'rsatish kerak tushundingmi val manafi'u ham xo'sh biz 5 ta nima dedik umumiy bir qoida ijaraning babida bir dobit so'z dedik umumiy bir dobit nima deb ya'ni ikki shartni dedik biri chuqur o'sha manfaat ma'lum bo'lishi kerak shu ijara oluvchiniki nimadan foydalanadigan manfaati nimaga ijara beruvchiga ma'lum bo'lishi kerak dedik endi bu ma'lum bo'lish qanday usulda bo'ladi desa imom Xudoyli bizga buni tafsiliy bayon qilib berdi val manafi'u taratan tasiru ma'lumatan bil mudda manfaatlar bu manfaatlar bir qatim taratan degan bir qatim marratan degan gap bir qatim tasiru ma'lumatan bil mudda muddatni bayon qilish bilan ma'lum bo'ladi qanday ma'lum bo'ladi manfaatlar ma'lum bo'lishi kerak dedikmi qanday ma'lum bo'ladi savol kayfa tasirul manafi'u ma'lumatan degan savol kelib qolsa buning javob manfaatlar bir qatim muddat bilan ma'lum bo'ladi degan gap ya'ni muddatni bayon qilish bilan ya'ni qanchalik o'tirasiz bu yerda desa 6 oylik o'tiraman yo 1 yillik o'tiraman degandek masalan muddatni bayon qilish bilan nima bo'ladi manfaat ma'lum bo'ladi bu bir nimaga hisob bo'ladi manfaatga masalan kasbi ijari duli lis-sukna val ardina liz-ziraati masalan qo'ro'jayni o'ylaram qo'ro'jayni o'tirish sukna degan o'tirish uchun ijara qilishga o'xshash val ardina liz-ziraa ziminlarni ardina degan ardning ko'p shakli ziminlarni yer ziminlarni ziraat yani yer terish ekinzorlik qilish uchun ijara qilishga o'xshash fayasihul aqdu mesela mujda ishda fayasihul aqd bu kelishim bu savdo kelishimi ala muddatin ma'luma ma'lum muddat bo'yicha chegildi ayyi muddatin kanat qanday muddat bo'lsa bo'lsin chuqur ma'lum muddat bo'lishi kerak endi o'sha bir odam kelib men ma uyda o'tirdim deb kelibdi bir odam men ma uyda o'tiraman deb kelsa buniki o'tiraman degan gap bilan tiqiyat yetmaydi deydi o'tiraman degan gap bilan tiqiyat yetmaydi nima deyish kerak qanchalik o'tirasiz qanchalik o'tirasiz desa bir oy o'tiraman yoki 6 oy o'tiraman yoki 1 yil o'tiraman deydi hammamizda shuni kelishim tuzib to'xtamishadigan gap ya 1 oylik ya 1 yillik ya 1 kunlik masalan mushu manfaatniki ma'lum bo'lish yo'llarining biri manfaatning ma'lum bo'lish yo'llarining biri nima ekan shu manfaatning nimsini muddatini bilish muddatini bayon qilish tamom ikkinchi yo'l va taratan tasiru ma'lumatan bil amal yana bir qatim manfaatlar amal bilan ma'lum bo'ladi amal bilan
Amel bilen qanday ma'lum bo'ladi? Ve hada bil ameli ve tesmiye dedi. Tamam. Yana bir qıtım menfaatla amel bilen ve ataş bilen. Ma'lum bilensin isminin mahsus ataş bilen. Ne bo'ladi? Ma'lum bo'ladi. Mesela kemen ista'cara raculen ala sabghi thawbin. Mesela bir odamni bir kiyim bir raqni bo'yab bilishga, av xiyotatihi yoki ularni tikib bilishga ijaraga olgan, yollagan bir odamga o'xshash. Yoki av ista'jara dabbatan liyahmila alayha miqdaran ma'luman yoki bir uloqni, masalan ot, eshak degandek, mashina, yuk mashinasi degandek masalan. Bir uloqni liyahmila alayha uloqqa ma'lum miqdorda yuk ortish uchun ijaraga olgan odamga o'xshash. Aw yarkabaha masafatan sammaha yoki bir ma'lum bir uloqni ot eshak degandek yoki mashina degandek bir uloqni masafatan sammaha degan o'zi otgan tasmiya qilib men Makkadan Madinaga borib men mashina haydab deb ijara olgan o'xshash masalan. Shunda mushunda deb ataladi bil amal bilan ma'lum bo'lgan manfaat atash bilan ma'lum bo'lgan manfaat deb ataladi. Ya'ni xulosasi nima gapkan? Bir odamni men sizni ijaraga oldim deb olmay, kalamasi ijaraga oldim deb olmay nima deb? Men sizni ijaraga oldim lekin siz menga mening bir raqlarim bor, raqni miqdorisi bu yap bilasiz. Burungi zamonda qarindoshlar hozirgidek tayyor kiyim oladigan ish yo'q. Sizlar avval to'qim uchini yangi vosita to'qiydigan. Ya, to'qim uchini yangi olib, to'qim uchidan raq olasizlar. Raq olib, uni keyin bu raqni qassarni yangi olib bersizlar, qassar. Bu raq chiqqanda yangi obdan chiqmaydi u. Qassar qilib, uni sizga shu yog'och kattaga urib, buni ustiga deymiz endi. Uni raqni toza oqatib turadi. Ya'ni bo'z to'pran chiqqanda oqiradi. Nima deb kattaklab uyg'ondan keyin. Uni keyin ustigachidan ish tugmaydi. Uni keyin rangchi, bo'yoqchini yangi olib bersizlar. Bo'yoqchini yangi olib, oq rang, qora rang, ko'k rangda bo'yatsizlar. U chalabchilarga bo'yab beradi. Taqat ish tugmadi. Uning keyinida bo'yab bo'lgandan keyin saypung, ya'ni tikkichini yangi borsizlar. U sizga o'lchab tikib beradi kiyimni. Undan keyin siz bir kiyimni kiyalasizlar. Kiyim atvomiga yapacaqda, hozirgidek anda tayyor ish yo'q bu yerda. Tayyor kiyim sotadigan ish yo'q. Bu zamondagi maşallah Alloh rahmat qilsin. Shunga da'vat edim yerda. Ya'ni bir odamni mutlaq gaplarimiz keyin javobda gap kelmay, nima deb bu qanday ijaraga berishlik shartini bilsanizlar, mazmunadagi ovozda odamlar ishlamchilarga o'tib ketgan bo'lsa, bir bilan men odam gap qo'ymashlik va sifat o'rgatib, bunday ish deydi desan, keyin nima qiladi? Men bunday ish qilolmaydim, o'qitdim deb keyin talash tortishib chiqadi. Shu oshchoqlik maydonda degan gap. Men sizni mavki raqni buyug'ili ijaraga olaman. Qancha pulga deysiz degan. Shunaqa maydonda deydigan gap. Yoki o'qiyotda yoki ma kiyimimni tikib berishga ijaraga olaman sizni deydi. Anladin? Yoki boradi. Mayaqni tikib beraman deydi nasib uni yangi. Aw istajara dabbatan yoki bir uloqdan birini masalan, uloqqa masalan ma'lum miqdorda men uloqdan birini, masalan mashinalarni, yuk mashinasini ijaraga sotadigan odam bo'lsa, ijaraga olamiz biz. Elib buningga bu 500 kilo narsa bosadigan yuk mashinasi bo'lsa, buningga men 500 kilo narsa bosaman deb olasiz. Shu qancha kilo narsa bosmoqchi bo'lsangiz, shuni deysiz shuningga. Anladin? Agar demisangiz, demaylab olsangiz 1000 kilo narsa bossangiz, buzilib qolganda qadar chiqadi. Bir to'lash kerak narsa. Buzib ketgan butun nimani siz to'laysiz. Ammo siz 500 kilo narsa bosadigan yuk mashinasi deb oldingiz. 500 kilo narsa bosdingiz. Mashina buzilib qolgan bo'lsa, buni kim to'laydi? Malning egasi to'laydi. Ya'ni shu mashinaning egasi to'laydi. Ammo siz 500 kilo degan deyishmaylar bilan bossangiz, buzilib qolsa kim to'laydi? Siz to'laysiz. Shuning uchun qanday qilish kerak? Deyish kerak boshida. O'gitam degan tijoratni kitob o'gitadi, hamma o'gitadi. Masalan, aw yarkabaha masafatan sammaha, tasmiya degan tushunyaptimi? Yoki masalan, bir odam Bemirzabek mashinani birini ijaraga olibdi. Men bu mashinada Madinaga boraman deb, yoki men bu mashinada Urdunga chiqib kelaman deb ijaraga olgan bo'lsa, Urdunga deb olgan bo'lsa, agar Urdunga chiqib ketmoqchi mashina buzilib qolsa, buningga to'lam kelmaydi nimaga? Bemirzabekka. Chunki mashina egasi bildida uni uzun yo'l borganligini bildi. Agar mashina masala bo'lsa, uni bermaydi. Bilib turib bergan bo'lsa, shu o'zi mas'ul bo'ladi. Ammo Bemirzabek demay uni, men o'sha yerdan men deb qolib
Uydurma çıkıp ki maşin bozulup kalsa bütün mesuliyetini bir müzefek üstüge alır. Şundan mı? Endi bu menfaatlerdeki ikinci yolunu bildik ha, aşkar ma'lum bo'ladigan. Üçüncü yolu bo'lsa, menfaatlarninki ma'lum bo'ladigan üçüncü yolu bo'lsa, yana bir qatim menfaatlar tayin qilish va ishorat degan ishorat qilib ko'rsatish bilan bo'ladi. Qandoq masalan desa, kaman istajara rajulan liyanqula lahu hada at-ta'ama ila mawdi'in ma'lum. Masalan, bir odamni ijaraga olgan bir kishiga o'xshashki, liyanqula lahu hada at-ta'am, bu taomni, bu oshliqni ma'lum bir o'ringa yetkazib berish uchun, ya'ni maaşlıkni, siz maaşlıkni deb ko'rsatib turib, tayin qilib turib, maaşlıkni paloniyaga deb atab turib, yetkazib berasiz deb olsa, buni bu manfaatni atashning yeni bir yo'li bo'ladi. Tushundingmi? Demak, bu tushungan bo'lsanglar, bu shaklda ya'ni kan bo'lsa. Demak, bunda uchuq bo'lish kerak. Hamma ijara olganda narsalar uchuq bo'lib ketsa, keyin masala chiqmaydi, talash tortish kelib chiqmaydi. Xo'sh, endi hozir qilgan masala istijaru duri mutlaqan. Endi bir ho'yla aram, qo'rov joylarni mutlaq ijara qilishda qaydlik emas. Men ma uyni ijara qilaman deb aytdi. Nima qilmayman, seni qil. O'tiraman demay, tijorat qilaman demaymiz. Qanday bo'ladi buni? Va yajuzu istijaru duri wal hawaniti lis-sukna va in lam yubayyin ma ya'malu fiha. Endi masalan qo'rov joylarni vel havanit degan do'konlarni lis-sukna o'tirish uchun ijara qilish joiz. Ya'ni faqatlam o'tirish degan deyish kerak a. Men nima qilish degan gapni desa bo'lmaydi. Ya hech qanday gap emas, ya'ni men o'tiraman do'konni, masalan, do'kon. Mumkin nima? Qo'rojoy, uy, imoratlarni o'tiraman deb joiz bo'ladi. O'tiraman deb ijara qilish joiz. Agar uniki nima ish qiladigan bayon qilmasa, masalan, o'tiraman deb ben bununda do'kon ochaman yoki o'tirim yoki boshqa ish qilaman, bunda qilaman demasimi, o'tiraman deb olsa bo'ladi. Valahu ayyamala kulli shay. Uniki hamma ishni qilish huquqi bor. Illal hidada val qisarata vat tahnata yoki illal haddada val qissar vat tahan. Agar men haddad desak, bu joyda iboratni faqatlam bu hukmdan haddad, qassar, haddad degan to'mirchi, qassar, ushtigarchi va tahan, tugmanchi. Mushular bundan mustasno. Faqat mushularla bu hukmdan chiqib ketadi. Buni degan gap, ya'ni bir imoratning gapni tushunib olgan gapni. Imoratning egasiga zarar yetkazadigan, imoratga, uyga, do'konga zarar yetkazadigan tijoratni qiladigan odamlar bundan mustasno. Buniki nimasi kelishimi joiz bo'lmaydi. Men o'tiraman deb lam ilib, uyisiga zarar yetkazadigan bo'lsa, uyisining buni bu ijarani amaldan qoldirib huquqi bo'ladi. Tushunammi gapni? Shuning uchun 5 ta dedik, cho'qim deb qilish kerak deb. Ammo masalan uyisiga malol yetkazmaydigan, malollik yetkazmaydigan, uyga ziyon yetkazmaydigan tijorat bo'lsa, mayli. Uniki huquqi bor. Masalan, bir ikki bilan o'tiraman deb kelib tümüçilik tong qilib uyni tomlarini tushirib, kuyab uyni tomlari. Uni keyin qo'lim qo'shni uxlayolmay tuydi. Bizni qilib qassar degan nima deb aytdim sizga? Qassar degan 3 degan gap, yaqni oqatidan yog'och paltoq, yog'och kaltaklar bilan yapaloq bang satgan gap o yaqni nima qilish uchun, oqatish uchun. Ondan mushuk o'tsa uy deganniki tomlar titrab qolib chiqadi. Uni keyin tugmanchini bilasizlar, un tatadigan buğday qunaqlarni tatadigan tugmanchi. U degan bo'lsa darqon vaqib darqonishib uyning tomlarini qancha chiqadigan narsa ham muhitni nima qiladi? Nayte tinch muhit yo'q. Mushunga o'xshagan, shart emas bu ish. Mushunga o'xshaganligi, ya'ni ish qilib darqon qildigan, uyni buzadigan, uydagi qulim qo'shnilarni bir aram qilib qulim qo'shnilarni kuchab ketishga yoki talash tortishga sababchi bo'ladigan odamlar chuqur qanday qilish kerak deb, men bunda ish qilaman deb ijara berish kerak. Ammo unda qilmaylam. Ijara bo'lgandan keyin bunda ish qilsa, nimasi uyning egasi bu ijarani nima qilishga, bakach qilishiga, amaldan qoldirib o'tishga tamoman huquqli. Chunki bu ijara aslida joiz bo'lmagan, la yujuz. Shuni nima gaplar? Xo'sh. Amnikagimiz bo'lsa istijarul aradi va saha, ya'ni bunda
yer ziminlarını ve uçuk baka, öy imareti yok baka meydanlarını icare ediş meselesi. Bu kandak bulunduğu meselesi ise ve yecuzu isticarul aradi lizzira'a. Yani ziraat teriş için, yer teriş için yer ziminlarını icare ediş caiz bulundu. Ve la yesihul akdu hatta yusemmi mazru'u fiha. Ama bunun şartı var. Yer zemin hem de abaytki öy dükkanında oturduğumuzda da ması bulundu dedik ha. Fakat lam tümürçüden başkalar oturduğumuzda da aflam üzülmüş kızı bulundu dedik öylerde oturduğun öy dükkanlarda. Ama mavu yer teriliği yerlerde bunu hoşmaydı. Teriliği yerlerinin icari kilişimi caiz buluşu için çokum kadar gerek. Uz yerge nimet teriliğini atış gerek. Ben bir yerge buğday teriymen, konak teriymen, nimet teriliğine atış gerek. Ya ki nimet iş gerek ala ey yezra fiyâ maşa. Ben mayanı alı ben nimet teriliğim gelse şunu teriymen de şart iş gerek başına. Ben mayanı alı ben nimet ziraat kılım gelse şunu kılım ben. Dep şart koyuş gerek. Şunu olan caiz bulur. Bunda bu kadar ki nimi çıkmaydı o talaşta atışkileyip çıkmaydı. Çünkü demiş ki ama öy meselesinde bir talaşta atışıp kalsa küçüklerim ketkili bulurdu mesela. Lakin bu yergi zenesini teyip oğancağı da akılıp siz bunu demiş bunda ders teyimiz olsun deyip sıkıntı kılırdı teyip oğan dersini tatip alamdı bir kattı. Yani ziyan çıktı değil mi bunda? Şunun için bunu ma meselesi öy meselesinde müraka çıngırak. Çöndağıma. Ve yecuzu en yeste'cira sahata liyebniye fiha. Emdi. Hoş. Ve saha diyen meydan diyen gibi. Saha diyen meydan. Yani meydan diyen gibi. Yani öy imaret yok. Bağ varan öy imaret yok. Ama uçuk ak meydan demekçi. Ak meydanını bu aşağı meydanga mı da öy seliş için icare geliş caiz buludu. Öy seliş için icare seliş caiz buludu. Ev yağilse fiha. Ya ki o meydanga naklen diye gibi de hurma ya ki dereklerini küçülüş, dikiş için hurma dereki ya ki normal dereklerini küçülüş orman dikiş değil mi de biz sesinde mi değilse dikiş için ağası buludu. Normal geldi şunu ama yani çokum aşağı gitti yani olacakta men mayagi ak yardım edilir mesela bu ak yardım ben öy salı men diyiş gerek. Ya ki ben bir yerde hurmet ki ben bir yerde dayak salı ben ya ki mühürlük dayak salıp mühürletip satı ben de yani eksik diyiş gerek bir şey demiş gibi. Çünkü ama lakin dise caiz bulundu. Feyden kadat muddetul icara emdi icar muddeti kaçan ki icar muddeti tügüse icar muddeti tügüye vakitte lazimehu en yakla'al bina. Çünkü ama yani o adam gel salgan öylerini yulup yakıp hep gitişe vel gals diyen dikken ormanlarını yulup hep gitişi lazım. Çünkü yani akbaya geldi gibi daha kaytırganda kanda kaytısı buldu. Abba kaytırışı kirek ve yüsellimeha farikaten. O zamanı boş halda, bikar halda kaytırışı lazım. İlla fakat lam en yahtara sahibul ard en yagdime lehu kıymete zalike meklu'an. Fakat lam sahibul ard yerinin ilgisi şu öy imaretlerinin ya ki şu dereklerinin kıymetini öy imaretlerinin yıkılgan haletideki kıymetini dereklerinin yulungan yağışlık haletideki kıymetini bilmen dep kapkasa bilişin ihtiyar kapkasa şu çağda öylerini yıkıp ketmesin buludu nemelerine ormanlarını yürüp ketmesin buludu demek meyde bir inçki mesele var bu icare vakti tüge toşkanlık ilan bu neslinin hükmünü bir aynı bitti o. Öy imarette sak öy imaret demez. Yakılıp ketken öy imaret kaynıp gidiyordu. Anladın? Hep gidemem işte kanka benim. Hep gidemem size öy sanırım hep gidemem. Dese yakıdı da onu. Yakkandı yani öyünün kışları kış polusu olup gidiyordu o. Hem neyse çuğulup ketken halı dedi ki yakılıp ketken halı dedi ki kıymetli düşüp kalırdı. Derekler yulunup yağış kaldığı düşüp kalırdı. Şunu anlamı? Şunu için. Feyemliku şunu olan yerini ilgisi aşı kıymetini verse aşı nerseler öyünün imaretlerine ya ki dereklerine ilgi bulurdu. Ev yerda bir ya ki iki yol var ya ki yerinin ilgisi ev yerda biterkihi ala halihi. Öyünü yapmayı dereklerini yulu etmeyi şu haleti koyup kuşku razı bulurdu. Feyekunul bina öy imaret ya ki derek lihaza yani icara ağacı müstecir. İcara ağacının bulurdu. Vel erdu cercu mueccirinin yani icara belgücünün bulurdu. Bujna bulurduydu.
Endi ma mesele bo'lsa istijarud davabi ve thiyab. Yani ulaqlarni ve kiyim-kechaklarni ijaraga olish meselesi. Ve yecuzu istijarud davabi lirrukubi vel haml. Yani ulaqlarni minish uchun vel haml ve yüklerini artış uchun, yük besish uchun ijaraga olish joiz bo'ladi. Fein atlaka rukub eğer rukub degan so'z ne xudo ben beshlagan sukna deganni mutlaq keltirganday rukub yani men buni astajiruha lil rukub deb olgan bo'lsa astajiruha lil rukub faqat mutlaq uning boshqa bir qaydni qatmay minish uchun olman deb olgan bo'lsa jaza lahu ay yurkibaha man sha'a bu mustajirga yani ijara oluvchiga bizda ikki donim bor biri ijara yani biri mustajir degan kim ijara oluvchi muajjir kima ijara bergüçü şunoma caze lehu yani müsteacirge ijara algıcıga ay yurkibaha men sha xalığan adamni mündüsü buludu ulaqqa bu ulaqqa xalığan adamni mündürse buludu ve kezalike in istacala thawban lilubsi ve atlaqa şunun oxşaş yani xuddi şu ulaqni ijaraga algan oxşaş eğer bir kiyimni ijaraga alsa kiyiş üçün mutlaq yani ben ana astajiruha lil-lubs deb yaptım ben. Bu kiyimni kiyish uchun, men kiyish uchun emas, yani kiyish uchun. Şunu ama kiyish uchun, men kiyish uchun emas. Kiyish uchun ijaraga olaman desa, xalaqan kishi kiygizib qo'ysa bo'laveradi, atlaqa. Şunu ama fa in qala o'ziga isim bo'ldi, xalaqan kishi kiygizib bo'ladi. Fa in qala agar mundaq desa, ala ay yarkabaha fulan, balki fa hamda o'xshab ilgirkiga o'xshamaydigan bir tafli. Amma debmas. Amma agar mundaq desa, ala ay yarkabaha fulanun mavbularni palani minişi şartı bilen icaraga olaman degan bo'lsa yoki yalbata thawba fulanun bu kiyimni palani kiyish sharti bilan ijaraga olaman degan bo'lsa fa alkabaha g'ayrahu an bu ulaqqa shu palanining g'ayrini mindigan bo'lsa albasahu bu kiyimni palanining g'ayriga kiygizib qo'ygan bo'lsa qanday bo'ldi masala desak kana dominan in atibati dabba agar ulaq buzilib qolsa atiba degan gap yo'lda heravelib to'xtalib ishdan chataq chiqsa masal chiqsa buzilib qolsa aw talifat thawb kiyim buzilib ketsa yirtib ketsa masalan urug' odamni mening kiygizman deb bilib sinmas masalan anaqa nurdinga kiygizman deb birimizni kiyinib timirbek kiygizib qo'ygan bo'lsa timirbek bunaqa qilib kiygizib bilan yirtayotgan bo'lsa qanday qiladi u to'laydi degan ve kezalike kullu ma yahtalifu bi ihtilafil mustamil yani bir yerde biz kaide kulliydim beni bir vakit kaide kulli yani kullu ma yahtalifu bi ihtilafil mustamil yani yadmanu in atiba ev telef şunu ama kullu ma yahtalifu bi ihtilafil mustamil yani yudmanu in atiba ev telef yani şu işletkişinin işletiş bilen muhtelif bo'ladigan, o'zgaradigan har qanday bir narsa agar masalan kichik odam ishlasa boshqa, cho'ng odam ishlasa boshqa, eg'ir odam ishlasa boshqa, yenik odam ishlasa boshqa bo'ladigan bunda farqlanadigan narsalarni ijaraga olib, uni keyindan nima qilsa, kichik odam ishlatadi deb cho'ng odam ishlatsa, yenik odam ishlatadi deb eg'ir odam ishlatsa 500 kilo yuk bosaman deb olib 1000 kilo yuk bossa qanday qiladi u? Tülaydi. Buzluq qolsa deydi. Endi oxirgi masala bo'lsa istijarul mala yuqayyad endi bunda qaydlik bo'lmagan, qayd qilib bo'lmaydigan narsalarni ijaraga olish. Masalan, va ammal aqar, amma yer zamin va ma la yaxtalifu bi ixtilafil mustamil. Ya'ni ishlatkichining muxtalif bo'lishi bilan muxtalif bo'lmaydigan. Qanday deb ishlasa bir xil turadigan narsalar fala yu'tabaru taqyiduhu. Uni qaydlash e'tibor qilinmaydi. Uni anda 5 anda bunda deb yuqoriqidek o'xshamaydi yuqoriqlar o'xshamaydi. Fayda sharata sukna wahidin. Qachonki bir odamningki o'tirishini shart etdi. Ma uyda bir odam o'tirdi deb shart etib ijaraga olgan bo'lsa, falahu ay yuskina ghayrahu. U odamning mushib bir odamdan boshqa odamni turg'izish huquqi bor. Mushib palani muayyan bir ya'ni tumurbek turdi deb olgan bo'lsa, tumurbek turmusin Nuriddin tursin bo'laveradi. Ya'ni şu o'zgarib ketmaydi, u buzilib ketmaydi. Va insamma naw'an agar bu turni atsa, aw qadran yoki bir miqdorni atsa, yahmiluhu ala dabba yani ulaqqa bosadigan, artadigan turni yoki miqdorni atsa, misla yaqul masalan bunda deganga o'xshash.
Hamsete akfizetin hinta. Men ma ulaqqa 5 taqa buğday atımen. Bir kafize degen nima? Taxminan 40 kilo. Tushundingmi? 40 kilo degan bir taqa desa bo'ldi, bir taqa buğday yani. Bir taqa, ben 5 taqa buğday atımen debapti. Falahu ay yahmila bununga mushu zarar yetkazuvchi jihatda buğday o'xshaydigan narsalarni atish huquqi bo'ladi. Yoki undan azroq masalan. Masalan 5 taqa buğday atımen deb yuk mashinasini olgan bo'lsa, uningga 5 taqa arpa, sha'ir, arpa atsa bo'ladi va simsim. 5 taqa simsim degan kunjut. Kunjut atsa bo'ladi. Tabiiyki, bu yengilda kunjut degan. Ve leyse lehu en yahmila ma huwa adarra min al-hinta. Onun buğdaydan bekrak zarar yetkazadigan narsani atish huquqi yo'q. Masalan, kel milih mesela tuz o'xshash. 5 taqa tuz, 5 taqa buğdaydan eg'ir. 5 taqa tuz, 5 taqa buğdaydan eg'ir. Shuni bo'lmaydi. Vel hadid mesela 5 taqa tümür, 5 taqa buğdaydan eg'ir. Yani qattiq o'xshamaydi. Ve in ista'jaraha li yahmila 'alayha qutnan sammahu. Agar bir nimani ulaqni uning ustiga atılgan, ma'lum bo'lgan, atalgan bir paxtani atish uchun ijaraga olgan bo'lsa, falaysa lahu an yahmila misla waznihi hadidan. Uniki bu odamning ulaqning ustiga shu paxtaniki eg'irliqla o'xshash tumirni ortish huquqi bo'lmaydi. Eg'irlik o'xshash bo'lgan taqdirda buniki paxtaga yumshoq, tumir qattiq. At eşeklerinin dümçüsünü zidik koşu mümkün, zarar koşu mümkün. Ve in istecaraha diyerkaba eğer ulaqdan birdi miniş için icaraga olgan bolsa, fa'altafa ma'ahu rajulan. Az üzülen bir adamni mingeştirib olgan bolsa, bille mindirib olgan bolsa, ulaqqa fa'atibat ulaq herib yo'ldan kağıt chiqqan bolsa, ulaq kağıtdan chiqqan bolsa, damina nisfa qiymatiha. Mushu aşı ulaqniki qiymatining yarmini to'laydi. Nimish yarmini to'laydi? Chunki bu olganda bir adam ishlatgan qolgan. Ikki adam ishlatdi. Şunu ona işkeden işletkenlik için yerimi tülaydı fakatla. Yerimi nimaga aşı demge. Yerimi madigisiga, yerimi maşu bir adamın at kaldık için tülaydı. Ve la yu'tabaru bis-sakal. Bunun egirligi itibar qilinmaydi bu meselede. Ve in ista'jaraha li yahmila 'alayha miqdaran min al-hinta. Agar ulardan birini onunga buğdaydan ma'lum bir miqdarını artış için icaraga olgan bolsa, fa hamala akthara minhu. Onundan ko'pragini atgan bolsa, fa'atibat an kağıt çıkan bolsa damina ma zada siqil. Yani eg'irlik ishib ketganligi to'laydi. Buni men bu gapni tushundingmi? Yani masalan bir adam 500 kilo narsa bosaman deb narsa apti. Mashinaning birini 500 kilo yuk bosaman deb apti. 600 kilo yuk bosib buzilgan bolsa 100 kilolik miqdorni to'laydi. Agar 500 kilo 1000 kilo bosib buzilgan bolsa hammani to'laydi. Tushundingmi? Yani agar 500 kilo basman deb olgan narsaning ustiga meni 500 ni bosgan bo'lsa, hammani to'laydi. Agar 100 ni ziyod bosgan bo'lsa, nimani 100 liralık yani demek hem de shuni pirsallashsak bo'ldi, buzilgan qiymatini pirsallashsak bo'ladi, tushundingmi? Pirsallashtirgan gap. Shuniki shu tajovuz qilgan nimasiga baqib qilgan gap. Ve izâ kebahat dâbbete bilijâmiha. Qachonki bir ulaqni yugun bilan tatib turibmiz deb to'xtasa, minib turgan ulaqni bir tatqancha shu o'yinda qilib polish ulaq deb otni bo'ynisini deb ishlabdi. Yoki shunday yaxshi bo'lib turgan mashinani bir turmush qilib cha qilib buzgan bo'lsa, aw darabaha yoki ulaqni bir urgancha atibat ulaqni qadib chiqqan bo'lsa, tukaq deganday daminaynda Abi Hanifa rahimahullahning biz qarashida to'laydi. Ama İmam Ebu Süfyan, İmam Muhammed rahimullah'ın qarashida şunun ahvoli qarab bo'ladi. Masalan, bir tuqsayt qarasanglar, agar nima deyapti o? İlla ayyadana law sahiba fi zalik. İgisi izlemagan bo'lsa undaq bo'lmaydi. Chunki shogird dediki, illa yata'adda fi darbiha wa kabhiha la yadman. Agar shu ulaqni urishda yoki uni turmuzlashda haddidan oshib etmagan bo'lsa, tülmaydi. Ama haddidan oshib etgan bo'lsa tülaydi dedi. Va oxir davana alhamdulillahi robbil alamin.